Alo. Shahrizoda. Eshitilyapti. Boryaptimi ovozim? Diyorbek aka, sizga eshitilyaptimi? Sizga yaxshi emas shekilli, boshqalarga eshitilyapti. Birinchi o'rinda siz o'zingiz aktivatsiya bo'lasiz, ya'ni o'zingizga bitta kurs sotib olasiz. Citro tarifi 8 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi o'rinda birinchi bosqichda o'zingizga hozirda 112 mingmi shunaqa bo'lyapti. Bitta kursini sotib olsangiz, siz Citroda a'zo bo'lasiz va ishingizni boshlayverasiz. Sizga ikkita qo'l beriladi, o'ng qo'l va chap qo'l. O'ng qo'lingiz o'ziga o'ng qo'l yaratganda qo'ygan summangiz 95% sizga qaytib chiqadi. Bu yerda siz 3 taraflama daromad olishingiz mumkin. Birinchisi bosqichli daromadlaringiz, ikkinchisi klonlaringiz daromadi, uchinchisi ustozlik bonuslari. Bosqich daromadi deganda birinchi bosqichdan 6-bosqichga qadar 100 tadan Citro olasiz. Citro bizni pulga chaqqanda chiqib ketibdi-yu. Jag'im tolib tushuntirib yotibman.